Demak, mana o'tgan darslarga yozdirgandim. 1 kilometr kub milliard metr kub, 1 metr kubimiz 1000 detsimetr kub yoki uni 1000 litr desak bo'ladi. 1 detsimetr kubimiz o'zi 1 litr degani, u 1000 santimetr kubga teng bo'ladi. 1 santimetr kub esa 1000 millimetr kub bo'ladi. Endi shunga qarab turib 1 dan 9 gacha bo'lgan mashqni bajarishimiz kerak, to'g'rimi? 18 litr bu necha detsimetr kub deyapti, to'g'rimi? Xo'p, nima qilamiz? 18 litrimiz bu 18 detsimetr kubni o'zi bo'ladi. To'g'ri javob nima bo'lar ekan? 18 bo'lar ekan. 12 santimetr kub 12 millimetr kub. 1 santimetr kubimiz mana 1000 millimetr kub bo'lganligi uchun bu 12 ni 1000 ga ko'paytirsak 12000 12 yozilishi 12 0 12. Tushunarlimi? Bitta 0 da qoldirib ketsangiz bu xato hisoblanadi. 1212 bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Demak, keyingi savolimiz 3-savolimiz 1 metr kub 79 detsimetr kub. 1 metr kubimiz 1000 detsimetr kub bo'lganligi uchun 1 ni 1000 ga ko'paytirsak 1079. Javob nima bo'lar ekan? 1079. 4-savol 52 litr 36 santimetr kub deyapti, to'g'rimi? 52036 bo'ladi. 5-si 2 metr kub 10 detsimetr kubimiz bu 2010 bo'ladi. Xo'p, keyingisi 36000 santimetr kub bu necha detsimetr kub? 1 detsimetr kub 1000 santimetr kub bo'lganligi uchun 36000 ni 1000 ga nima qilamiz? Bo'lamiz. Shunda bu 36 bo'ladi. Chunki kichigidan kattasiga o'tyapmiz. Bu joyda 11 detsimetr kub 365 santimetr kub. Bu 11365 santimetr kub bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, keyingi savolimiz 12 detsimetr kubga necha santimetr kubni qo'shsak 15 detsimetr kub 72 santimetr kub chiqadi. Xo'p, buni santimetr kubga aylantirishimiz kerak hammasini. 1 detsimetr kubimiz 1000 santimetr kub bo'lganligi uchun mana bu 15072 bo'ladi. Demak, yozaman 15072 dan ayiraman 12000 ni. Ayirsam 2 7 0 3. Javob 3072 demak nima bo'ladi? Santimetr kub bo'ladi. Mana bu joyda 45 litr ayrilgan, demak, noma'lum detsimetr kub 320 santimetr kub, 19 detsimetr kub 680 santimetr kub bo'lyapti. To'g'rimi? Xo'p, birinchi nima qilamiz desanglar, birinchi navbatda 45 litrimiz bu 45 detsimetr kubligini bilamiz, to'g'rimi? 45000 deymiz, santimetr kubga o'tkazamiz. Ayrilgan 19680. Ya'ni mana buni ayirdik. Ayirganimizda nima chiqadi? 25320 santimetr kub chiqadi. Bizga esa mana bu joyi kerak. Ya'ni 25 detsimetr kub ekanligini topsak bo'ladi shu joydan. Tushunarlimi? 25 detsimetr kub 320 santimetr kubimiz bo'lar ekan. To'g'ri javob. Tushundingizmi? Xo'p, 10-savol diqqat qilamiz. O'lchamlari 10, 15, 20 bo'lgan to'g'ri burchak parallelning barcha qirralari uzunliklari yig'indisini toping debdi. To'g'rimi? Barcha qirralari uzunliklari yig'indisining formulasi L barobar 4 ko'paytirilgan A plus B plus C edi. Shuning uchun 10, 15 va 20 ni qo'shib 4 ga ko'paytiramiz. 4 kere 10. To есть 10, 15, 25, 25 ga 20 ni qo'shsak 45, 4 ni 45 ga ko'paytirsak javob 180 bo'ladi. Tushunarli-a? 11-savolimiz. Bunda ham L ni toping deyapti. L ni topish formulasi yuqoridagidek. Demak, L barobar deymiz. 4 ko'paytirilgan 13, 18 va 7 ni yozamiz, to'g'rimi? 13 ga 7 ni qo'shib olamiz 20, 20 ga 18 ni qo'shsak 38, 4 ni 38 ga ko'paytirsak 4 kere 8 32 3 dilda 152. Tushundingizmi? Demak, formula nima edi? Hamma tomonlarning yig'indisi edi, o'zi qirralar yig'indisi, to'g'rimi? Lekin bizda 3 tasini qo'shib 4 ga ko'paytirsak bo'ladi. Nima uchun deganda, balandlikdan ham 4 ta, bo'yidan ham 4 ta, enidan ham 4 ta. Mana bu joyi eni 7. Mana qaranglar. Mana 1 2, to'g'rimi? Parallel bo'lgani uchun 3, mana 4. Ko'ryapsiz? 4 ta 7 bor. Mana endi balandligini oladigan bo'lsangiz 1 2 3 4 ta bor. To'g'rimi? Endi esa mana 1 2 3 4 ta bor. Ko'rdinglar-a? Hammasidan 4 ta bo'lganligi uchun 3 tasini qo'shib 4 ga ko'paytirdik. Keyingisi kubdachi ustoz, siz kubda hamma tomoni nima bo'lardi? Bir-biriga teng bo'lardi.
12 ta qirra bo'lardi, hammasi bir-biriga teng bo'lganligi uchun bunda line topish formulasi 12 ko'paytirilgan 6 edi. 72 santimetr bo'ladi. Nima uchun deganda bir tomoni 6 detsimetr ekan. Tushunarlimi? 12 ni 6 ga ko'paytirishimiz kerak. Xato qilganlar to'g'rilab qo'yamiz. Xo'p. 13. Kubning barcha qirralari uzunliklari yig'indisi 180 detsimetr bo'lsa, bitta qirrasi uzunligini toping deyapti. Kubda 12 ta qirra bor va hamma qirra bir-biriga teng dedim, to'g'rimi? Bitta qirrasi uzunligini topish uchun 180 ni bo'lamiz nimaga? 12 ga. 18-12 bitta bor, 60 ichida 5 ta bor. 15 detsimetr bo'ladi to'g'ri javob. Tushundira oldimmi? Xo'p, 14-savol. Temir o'lchamlari 14, 23, 19 bo'lgan to'g'ri burchakli parallelped qirralari po'lat sim yordamida yasalmoqda. Temirchiga jami necha santimetr uzunligida po'lat sim kerak bo'ladi desa, bundan hamma tomonlar yig'indisi, ya'ni qirralar yig'indisi tushunilyapti. Po'lat sim, chunki mana atrofini bunday nima deydi? Tomonlarni hosil qilish kerak, to'g'rimi? Shunda ularni topish uchun nima qilamiz, Bilol? 14, 23 va 19 ni qo'shib 4 ga. Xo'p, 14 ga 23 ni qo'shsak 37. 37 ga 19 ni qo'shsak 56. 56 ni 4 ga ko'paytirsak 6 ga 4 24. 224 bo'ladi. Tushundira oldimmi? 15. To'g'ri burchakli parallelpedning barcha qirralari uzunliklari yig'indisi 120. Parallelpedning eni va bo'yi mos ravishda 11 va 9 bo'lsa, uning balandligini toping debdi. Xo'p, qaranglar. Formula bo'yicha qo'yamiz. Balandligi x, eni bilan bo'yi 11 va 9. Uni 4 ga ko'paytirsak necha bo'lishi kerak? 120. Xo'p, demak tenglamani yechamiz, to'g'rimi? X qo'shilgan 20 barobar 120 ni 4 ga bo'lib olsak 30, x barobar necha bo'ladi? 10 bo'ladi. Tushunarlimi? Savollar bormi? Yo'q-a? 16-savol. Parallelpedning deyapti, eni va balandligi mos ravishda 12 va 24. Agar bo'yi eng kichik ikki xonali toq son, eng kichik ikki xonali sonimiz 10, lekin 10 juft son 11 bo'lsa deyapti, l ni toping deyapti. Demak, 4 ko'paytirilgan 12, 24 va 11. 12 ga 24 ni qo'shsak 36, 36 ga 11 ni qo'shsak 47, 4 kira 7 28, 2 dilda 188 bo'ladi. Tushundira oldimmi? Xato qilganlar to'g'rilab qo'ysin. Xo'p, keyingisini qarang. Endi bolajonlar diqqat qiling. Bu yerda tenglama tuziladi. Men sizlarga aytgan edimki, tenglamada, ya'ni masala shartida bir nechta noma'lum bo'lsa, ularni eng kichigini x deb olasiz va qolganini shunga bog'laysiz deganman, to'g'rimi? Xo'p, qaranglar, bu yerda aytayapti, to'g'ri burchakli parallelpedning bo'yi enidan 3 marta uzun. Qaysi uzun? Bo'yi uzun. Va balandligidan esa 2 marta qisqa. Demak, bu yerda bo'yi, ya'ni b a dan katta, lekin s dan nima? Kichkina. A bu yerda eni, b bo'yi, s balandligi. Endi eng kichigini x deb olamiz. Bo'yi enidan 3 marta uzunmidi? Demak, bu 3x bo'ladi. Lekin balandligidan 2 marta qisqa. Qaysi qisqa? Bo'yi qisqa. Demak, bu 6x bo'ladi. 2 marta deganligi uchun. Endi qirralar yig'indisi 360 bo'lsa, tenglama tuzamiz, to'g'rimi? X qo'shilgan 3x qo'shilgan 6x ko'paytirilgan 4 teng 360. Jami bu yerda necha x bo'lyapti? 10x. 10x 4 ga ko'paytirsak 40x teng 360. To'g'ri, 10x teng 90 ham bo'ladi. X teng necha bo'ladi? 9. Ya'ni 360 ni 40 ga bo'lsangiz 9 bo'ladi. Endi 9 degan javobni hamma topadi. Faqat endi bu yerda nimani so'rayapti? Ertaga testda sizda 9 degan javob bo'ladi, 27 ham bo'ladi, 54 ham bo'ladi. Bizdan bo'yini so'rayotganligi uchun 9 kira 3 javob necha bo'ladi? 27 bo'ladi. Tushundira oldimmi? 18. To'g'ri burchakli parallelpedning bo'yi balandligiga teng bo'lib, enidan 4 cm uzun. Xo'p, buni ham boyagiga o'xshagan qolamiz. Qaranglar. A demak B S bo'yi bilan balandligi bir-biriga nima ekan? Teng ekan. Enidan 4 cm uzun ekan, ya'ni bular enidan katta ekan. Demak, biz eng kichigi qaysi? Enimi? Enini x desak, bo'yi bilan balandligini x plus 4 dan desak bo'ladimi? Xo'p, endi qirralar uzunliklari yig'indisi 104 mi?
Tenglamani tuza olamiz. X qo'shilgan x qo'shilgan 4 qo'shilgan x qo'shilgan 4 ko'paytirilgan 4 teng 104. 104 ni 4 ga bo'lib olsak 26. 26dan 8 ayirsak maylimi? Ikkita 4 turibdi. 18. 18 ni bu yerda 3 ta x bo'lganligi uchun 3 ga bo'lib olsak, demak x teng 6. Eng katta qirrasi so'rayapti. Shuning uchun 6 plus 4 javob 10. Tushunarlimi? Tushunarli bo'ldimi? Keyingi savolimiz 19. To'g'ri burchak parallelining bo'yi balandligidan 3 marta, enidan 7 sm qisqa. Endi qaranglar, bo'yi balandligidan ham qisqa bo'lyapti 3 marta, enidan ham qisqa bo'lyapti, to'g'rimi? Shunga ko'ra biz bo'yini nima deymiz? X deb olamiz, to'g'rimi? Bo'yini x deb olamiz. Mana bu yoqqa yozib qo'yaman. Demak, qaranglar. Bo'yini biz x deymiz. Xo'sh, balandligini esa 3x deymiz, chunki 3 marta qisqa. Enini esa x plus 7 deymiz, to'g'rimi? Qirralari uzunliklari yig'indisi 188 degan, to'g'rimi? Tenglama tuzamiz. X qo'shilgan 3x qo'shilgan x qo'shilgan 7 ko'paytirilgan 4 tengligiga 188 ga. Xo'p, endi nima qilamiz? Buni qanday ishlaymiz? X ga 3x qo'shsak 4x, 4x x qo'shsak 5x, 5x qo'shilgan 7 barobar 188 ni 4 ga bo'lsa necha? 47. 47 dan 7 ni ayirsak 5x teng 40, x teng 8. To'g'rimi? X 8 bo'ldi. Bizdan nima so'rayapti? Eng katta qirrasi 8 kara 3 necha bo'ladi? 24. To'g'ri javob nima bo'lar ekan? 24 bo'lar ekan. Tushunarli? Siz yozib olasiz, men esa buni o'chiraman. Keyingi savolimiz 20-savol. To'g'ri burchakli paralleloped va kubning barcha qirralari uzunliklari yig'indisi o'zaro teng. L-lari bir xil. Agar to'g'ri burchakli parallelopedning qirralari 9, 17, 16 bo'lsa, kubning bitta qirrasining uzunligini toping. Xo'p, avval parallelopedning nimasini topamiz? Qirralar yig'indisini topamiz. 9, 17, 16. 9 ga 17 ni qo'shsak 26, 26 ga 16 ni qo'shsak 42. 42 ni 4 ga ko'paytirsak necha? 168. Endi kubni ham qirrasini yig'indisi 168 bo'lganligi uchun uni 12 ga bo'lamiz. Chunki hamma tomoni bir-biriga nima? Teng. 14. Tushunarlimi? Kubning bitta qirrasining uzunligi qancha ekan? 14 bo'lar ekan. Tushundira oldimmi? Xo'p, keyingi savolimiz 21. Buni o'chiraman, maylimi? Yozib olasizlar sizlar, hisob qilib. O'lchamlari 37 va 9 bo'lgan to'g'ri burchak parallelopedning to'la sirti yuzini toping. To'la sirtining yuzini topish formulasini mana bu yoqqa yozaman. S barobar 2 ko'paytirilgan AB AC BC. Xo'p, demak S barobar 2 ko'paytirilgan 30 kara 7 210 270 63 ko'paytirsak bu 1086 ga teng bo'ladi. Tushunarli, a? Xo'p, 22-savol. To'g'ri burchak parallelopedning qirralari uzunligi 11, 9, 5 bo'lsa, to'la sirtining yuzini toping debdi. Bunda ham xuddi shu boyagi ishimiz 2 ko'paytirilgan 11 kara 9, 11 kara 5 va 9 kara 5. Ya'ni 2 ko'paytirilgan 99 qo'shilgan 55 45. 99 ga qo'shamiz 110 ni. 99 ga qo'shamiz 110 ni. 55 ga 45 qo'shsangiz 100 ekan, uzr. 199 2 ga ko'paytirsangiz 398 bo'lar ekan. Tushunarlimi? Xo'p, 23-savol. Rasmda berilgan to'g'ri burchak parallelopedning to'la sirti yuzini toping va uni santimetr kvadratida ifodalang debdi. E'tibor bering. 7 cm, 7 cm ko'pchilik qiladigan xato mana bu 2 detsimetrni ko'rmay qoladi. Bu 20 cm degani. Endi buni nima qilish kerak? To'la sirtini topish kerak, to'g'rimi? 2 ko'paytirilgan 20 kara 7, yana 20 kara 7 va 7 kara 7 necha? 49. 2 ko'paytirilgan 140, 140
va 49. 658 bo'ladi. Shu savolda ko'pchilik xato qilgan, shuning uchun bu savolni yozib olamiz. Navbatdagi savol. Balandligi bo'yidan 11 sm, enidan 5 sm qisqa bo'lgan to'g'ri burchakli parallelning barcha qirralari uzunliklari yig'indisi 124 bo'lsa, parallelning to'la sirti yuzini toping debdi. Xo'p, balandligi bo'yidan 11 sm qisqa. Demak, biz bu yerda balandligini x deb olamiz, bo'yini x plus 11 deb olamiz va enini x plus 5 deb olamiz. Chunki hammasi balandligidan qisqa bo'lganligi uchun. Endi Abdulqodir nima qilamiz? Tenglama tuzamiz. 4 ko'paytirilgan x qo'shilgan 5, x qo'shilgan 11 teng nechiga? 124 ga. Tenglamani ishlashimiz kerak. 124 4 ga bo'lsak, mana bu yerda yozaman. Xo'p, x 3 ta x bo'lganligi uchun 3x deb yozdim. Qo'shilgan 16 teng 31. 3x teng 15, x teng necha? 5. Xo'p, endi x topa oldik, to'g'rimi? X teng 5 bo'ldi. Endi bizga aytayaptiki, parallelning to'la sirti yuzini toping deyapti. Demak, s bu yoqda 5 ga teng ekan, b imiz 16 ga teng ekan, a imiz nechaga teng bo'ladi? 10 ga teng bo'ladi. Endi sirti yuzini topish formulasi qanaqa edi? S barobar 2 ko'paytirilgan AB, ya'ni 160 AC keyin BS 80. 160 ga 50 ni qo'shsak 210 ga 80 ni qo'shsak 290, 2 ga ko'paytirsak 580 bo'ladi. Tushundikmi? 25-savol. To'g'ri burchakli parallelning balandligi 4 sm, bo'yi 6, to'la sirtining yuzi 188 bo'lsa, uning enini uzunligini toping. Xo'p, qaranglar, formula bo'yicha tenglama tuzamiz. Ya'ni demak, 2 ko'paytirilgan to'la sirtni topish formulasi AB, to'g'rimi? Bizda nima? Bizda noma'lum, eni noma'lum. 6 ko'paytirilgan x, 4 ko'paytirilgan x qo'shilgan 6 ko'paytirilgan 4. Shu jami necha teng bo'lishi kerak? 188 ga. Xo'p, 10x qo'shilgan 24 teng bo'ladi. 188 2 ga bo'lsak 94 ga. 10x teng 70, x teng 7. Bo'ldi. Javob chiqadi. Xo'p, tushungan bo'lsangiz, keyingi savolga o'tamiz. 26-savol. To'g'ri burchakli parallelning deyapti. To'la sirti yuzlari o'zaro teng. Hozir bir ish qilamiz. Xo'p, 25-savol. 26-savol. To'g'ri burchakli parallelit va kubning to'la sirtlari yuzlari o'zaro teng. Agar kubning qirrasi 5 sm va parallelitning eni va bo'yi mos ravishda 3 va 4 bo'lsa, parallelitning balandligini toping. Diqqat qiling. Sizlarga o'tgan dars aytgandimki, kubning to'la sirtining formulasi 6 ko'paytirilgan a ni kvadrati. Nima uchun deganda, kubda hamma tomon bir-biriga teng bo'ladi va bitta yuzasi a bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni a ko'paytirilgan a kvadrat bo'lsa, shunaqada 6 ta bir xil yuza bo'ladi. Shuning uchun 6a kvadrat formula bilan aniqlanadi. Xo'p, kubning qirrasi agarda 5 sm bo'ladigan bo'lsa, sirtining yuzini topish uchun 6 ko'paytirilgan 5 ning kvadrati. 5 ning kvadrati 25, 6 ni 25 ga ko'paytirsak javob 150 bo'ladi, to'g'rimi? Endi shuni deyapti, to'g'ri burchak parallelning ham qirrasi 150 bo'lganligi uchun deyapti, hisoblang deyapti. 2 ko'paytirilgan 3 kara 4, 3 kara x, 4 kara x. To'g'rimi? Teng 150. Bu yerda x deb biz mana belgilab oldik balandligini. Xo'p, endi 2 ko'paytirilgan 3 kara 4 12 qo'shilgan 7x desak bo'ladimi? 3x ga 4x qo'shsak 7x, to'g'rimi? 150 ni 2 ga bo'lsak 12 qo'shilgan 7x teng 75, 7x teng 63, x teng 9. Bo'ldi, biz balandligini, uzunligini nima qildik? Topdik. To'g'ri javob 9 bo'lar ekan.
Xo'p, navbatdagi 27-savol. To'g'ri burchakli parallelped va kubning to'la sirtlari yuzlari o'zaro teng. Bu boyaga o'xshagan savol, to'g'rimi? Xo'p, agar kubning qirrasi 10 sm bo'lsa va parallelpedning balandligi va bo'yi mos ravishda 12 va 9 bo'lsa, parallelpedning uzunligini toping debdi. Diqqat qiling, birinchi qiladigan ishimiz kubning sirtini yuzini topish uchun 6a kvadrat formulaga ko'ra 6 ko'paytirgan 13 kvadrati 6 kere 169. 6 kere 9 54. 5 dilda 6 kere 6 36 41 to'g'ri dilda 1014. Endi shuni nima qilamiz? To'g'ri burchak parallelpedga qo'yamiz. 2 ko'paytirilgan, hop, 12 kere 9 plus 12x 9x. Chunki biz nima qildik? Balandligini, enini uzunligini x dedik, to'g'rimi? Teng 1014 deymiz. Chunki ikkasi sirti yuzi nima? Bir xil. Hop, endi nima qilamiz? 2 ko'paytirilgan 12 kere 9 108 qo'shilgan 21x teng 1014. Hop, 108 qo'shilgan 21x teng nechiga? 507. 21x teng 507 dan 108 ayirsak 399. X necha bo'lar ekan? 19 bo'lar ekan. Tushunarlimi? Xo'p, endi diqqatli bo'lamiz. Keyingi savollarni ko'rib chiqamiz. Rasmda berilgan ma'lumotlardan foydalanib, to'g'ri burchakli parallelpedning yon sirti yuzini toping deyapti. S yon sirti degani bolajonlar faqatgina mana bu tomon, ya'ni 1, mana bu tomon 2, keyin oldi tomon mana 3 va orqa tomon 4. Faqat shu tushuniladi. Tepa bilan past hisobga olinmaydi. Shunda 7 ko'paytirilgan 11 dan 2 ta bo'ladi. To'g'rimi? Va oldi yuza 12 ni 7 ga ko'paytiramiz. Chunki mana bu yoq 7. 12 kere 7 dan ham nechta bo'ladi? 2 ta bo'ladi. Shunda buni ko'paytirsak 154 qo'shilgan bu necha bo'ladi? 168. 4 ga 8 ni qo'shsak 12 bir dilda, 5 ga 6 11, 11 12 bir dilda 322 bo'ladi. Xo'p, shu joyda formulani ham o'rgatib qo'yishim mumkin. S yon sirtini formulasi 2 ko'paytirilgan A S B S. Tushundira oldimmi? A S B S. Xo'p, tushungan bo'lsangiz men buni o'chiraman. Keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savolimiz shartini o'qiyman. Savol: ustun to'g'ri burchakli parallelped shaklida bo'lib, uning balandligi 12 metr. Eni va bo'yi mos ravishda 30 va 40 sm. Ustunning yon sirti yuzini detsimetr kvadratda ifodalang. Diqqat qiling. Ustunning yon sirtini detsimetr kvadrat deyapti. Balandlik S 12 metr bo'lsa, uni detsimetrga o'tkazamiz. 1 metr 10 detsimetr. To'g'rimi? Xo'p, eni va bo'yi mos ravishda deyapti 30 sm va 40 sm. Ya'ni bu 3 detsimetr, bu esa 4 detsimetr. To'g'rimi? Demak, yon sirtini topish formulasi bo'yicha, to'g'rimi? Eni bilan bo'yini ko'paytmasini hisobga olmaymiz, ya'ni tepa bilan pastni hisobga olmaymiz, to'g'rimi? Shunda 2 ko'paytirilgan AC, ya'ni 120 kere 3, 2 ko'paytirilgan BC 120 kere 4. To'g'rimi? 120 ni 3 ga ko'paytirsangiz 360. 362 ga ko'paytirsangiz 720. 120 4 ga ko'paytirsangiz 480. 2 ga ko'paytirsangiz 960. Qo'shsangiz bu 1680 detsimetr kvadrat bo'ladi. Tushundira oldimmi? Tushungan bo'lsangiz, demak men o'chiraman. Siz bemalol yozib olsangiz bo'ladi. Xo'p. Xo'p, keyingi savolimiz 30-savol. O'lchamlari 12, 8 va 7 bo'lgan to'g'ri burchak parallelpedning hajmini toping. Endi hajm topish formulasi uning enini, bo'yini va balandligini ko'paytmasiga teng. Demak, 8, 7, 12 ni ko'paytiramiz, to'g'rimi? Xo'p, 8 kere 12 96 kere 7, 6 kere 7 42 to'g'ri dilda, 63 ga to'g'ri qo'ysak 672 santimetr kub bo'ladi. Tushunarli, ha? Xo'p,
31 savol. Xona to'g'ri to'rtburchak shaklda burchakli parlament shaklida bo'lib, xonaning balandligi 3 metr, polning eni va bo'yi mos ravishda 6 va 8 bo'lsa, xonaning hajmini toping deyapti, to'g'rimi? Endi diqqat qiling. Hajm topishda ikkinchi formulasi bor. S asos ko'paytirilgan h. H bu yerda balandlik deyiladi. S esa asos, ya'ni polni yuzi. Hop, polni yuzini topish uchun, demak, a kira b edi, to'g'rimi? Ya'ni eni bilan bo'yini ko'paytirish kerak. 6 kira 8 nechi? 48. 48 ni ko'paytiramiz nimaga? 48 uchun ko'paytiramiz. O'sha mana bu formulaga o'xshash, faqat nima qilingan? Nomlar nima qilgan? O'zgargan. S asos bu a kira b, h esa bu balandlik. Ya'ni s ni o'rniga kelyapti. 48 uchun ko'paytirsak javob necha bo'ladi? 144 metr kub bo'ladi. Tushundira oldimmi? Xonaning hajmi 144 metr kub bo'ladi. Buni ham yozib oling. Keyingi savolimiz: to'g'ri burchakli parlament shaklidagi idishning o'lchamlari 16, 50 va 50 detsimetr. Idishning sig'imini litrlarda ifodalang debdi. Xo'p, mana shu savolda ko'pchilik xato qiladi. Nima uchun? Chunki o'lchov birligi mana bu detsimetr turganligini ko'rmay qoladi. Buni avval hammasini santimetrga aylantirib ko'paytirib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 50 ko'paytirilgan 16 ko'paytirilgan 50 detsimetrimiz bu 500 santimetr. Endi 5 kira 5 25. 25 da 16 ga ko'paytirsak 400 bo'ladi. 400 orqasiga 1 2 3 ta 0. 400 ming santimetr kub. 3 ta 0 da o'chiramiz, ya'ni 400 litr bo'ladi. Javob nima bo'lar ekan? Mana bu yoqda 400 litr bo'lar ekan. Tushundira oldimmi? Keyingi savolga o'tamiz. To'g'ri burchakli parlamentning bo'yi va balandligi mos ravishda 8 va 15. Parlamentning balandligi uning eni va bo'yining uzunliklari yig'indisiga teng debdi. Parlamentning hajmini toping deyapti. Demak, mos ravishda 8 va 15, balandligi esa deyapti eni va bo'yining uzunliklariga teng deyapti. S teng degani a plus b ga deyapti, to'g'rimi? Bizaga balandlik qaranglar. Mana shu joyga ham ko'pchilik tushunmaydi. Mos ravishda degan so'zni ma'nosini tushuntiray sizlarga. Mos ravishda, in English it is respectively degan so'z borda ingliz tilida. Haligi IELTS topshirgan paytimda shu narsani o'rganganman. Ya'ni birinchi bo'yi desa, birinchi kelgan son bo'yini bildiradi, ikkinchi kelgan son balandligi degan bo'lsa, ikkinchi kelgan son ya'ni balandlikni bildiradi. Ya'ni S'imiz 15 ga teng, A'imiz bizda noma'lum, bo'yimiz 8. Shundan A'ni topsak necha bo'ladi? 7 bo'ladi, to'g'rimi? Endi hajm topishimiz kerak. Hajm topish uchun hammasini nima qilamiz? Ko'paytiramiz. V barobar 15 ko'paytirilgan 8 kira 7. Javob 840 santimetr kub bo'ladi. Chunki 15 kira 8 120. 120 ni 7 ga ko'paytirsak 840. Keyingi savolimizda kub to'g'ri burchakli parlamentning hajmlari o'zaro teng. Agar parlamentning qirralari uzunligi 2, 12, 9 bo'lsa, kubning bitta qirrasi uzunligini toping. Xo'p, to'g'ri burchakli parlamentning hajmini topamiz. 2, 12, 9 ga ko'paytiramiz. Xo'p, ko'paytirsak bu 12 kira 9 108, 2 ga bo'lsa 216. 216 endi qaranglar. Demak, kubni hajmi a ni kubi degani, ya'ni 3 ta a bo'ladi, to'g'rimi? A ni kubi 216 bo'lishi kerak. Qaysi sonning kubi 216? 6 ni. Men sizlarga yozdirgandim. 1 ni kubi 1, 2 ni kubi 8. Yana yozdiraman. Diqqat qiling, mana bu yerga yozib qo'yamiz. 1 ni kubi 1, 2 ni kubi 8, 3 ni kubi 27, 4 ni kubi 64, 5 ni kubi 125, 6 ni kubi 7 ni kubi 8 ni kubi 9 ni kubi 10 ni kubi 1000. 11 kubini yodlab qo'yinglar, 1331. Mana shu narsani siz yodlab qo'yishingiz kerak. Yana bitta oson yo'lni o'rgataman, qaranglar. 2, 12, 9, to'g'rimi? Biz siz bilan tub ko'paytuvchilikka ajratishni o'tganmiz, to'g'rimi? Mana shu yerdagi sonlarning hammasini tub sonlar ko'paytmasi ko'rinishida yozing. Ya'ni 12 ni 2, 12 ni 2, 2, 3 deb yozamiz, to'g'rimi? Ya'ni 2 kira 2 4, 4 kira 3 12.
9 ni esa 3 kere 3 deb yozamiz. To'g'rimi? Shunday e'tibor bergan bo'lsangiz, 3 ta 2, 3 ta 3 bo'lyapti, to'g'rimi? Ana shu juftlaymiz. 2 bilan 3 nechiga teng? 6. Mana bu 2 bilan 3 ham 6. Mana bu 2 bilan 3 ham 6. 6 dan 3 tasi bu 6 ni kubi degani. Tushundira oldimmi? Bilmagan qolgan taqdiringizda tub kubadagiga ajratib turib, bir xil darajaga olib kelib olishingiz kerak. Shunda 6 ni kubi ekanligini topsangiz bo'ladi. Keyingi savolimiz qaranglar. Qirrasining uzunligi 6 desimetr bo'lgan yog'och kub qirrasining uzunligi 1 desimetr bo'lgan kichik kublarga ajratildi. Natijada jami nechta kichik kub hosil bo'ladi? Diqqat qilinglar. Bu yerda hajm bo'yicha bo'linadi. Nima bo'yicha bo'linar ekan? Hajm bo'yicha. Birinchi katta yog'och kubni hajmini topamiz. Uning uchun 6 ni kubini topamiz. To'g'rimi? A kub formulada 216 mi? Kichkinasiniki 1 ni kubimi? 1. 216 ni 1 ga bo'lsangiz 216 ta kubchaga nima qiladi? Ajraladi. Tushundira oldimmi? Xo'p, ikkinchi savolni yana ham tushunasiz, qaranglar. 36-savolda. Salim deyapti, qirrasining uzunligi 20 desimetr bo'lgan yog'och kubni qirrasining uzunligi 4 desimetr bo'lgan kichik kublarga ajratadi. Natijada jami nechta kichik kub hosil bo'ladi? 20 ni kubini topishingiz kerak. Buning uchun 20 ni ko'paytirasiz 20 ga, yana 20 ga. 8000 desimetr kub, to'g'rimi? Shuni hajmi 4 desimetr kubdan bo'lyapsiz. Ya'ni 4 4 4 64 ga bo'lishingiz kerak. Nima qilasiz? 8000 ni 64 ga bo'lsangiz, sizda 125 ta kubcha hosil bo'ladi. Osonroq yo'lni o'rgataman, qaranglar. Osonroq yo'li, qaranglar, biz hajm topib turib, keyin hajmga bo'lyapmiz-ku, to'g'rimi? Biz tomonlarni bo'lib turib, keyin o'sha tomonni kubga ko'tarsak ham bo'ladi. Ya'ni 24 ga bo'lsangiz 5 marta kattami tomoni? Demak, agar tomoni 5 marta katta bo'lsa, Muhammad Ali, tomon 5 marta katta bo'lsa, 100 ga 5 ni kubi marta katta bo'ladi. Ya'ni 125 marta katta bo'ladi. Tushundira oldimmi? Ya'ni bir narsaning tomoni 5 marta katta bo'lsa, uning hajmi 125 marta katta bo'ladi. Shu 5 ni kubi. Esdan chiqarmanglar. Mana 37-savol. Nodir qirrasining uzunligi 12 desimetr bo'lgan yog'och kubni deyapti. Qirrasining uzunligi 3 desimetr bo'lgan kichik kublarga ajratdi. Natijada jami nechta kichik kub hosil bo'ladi? 12 ni 3 ga bo'lamiz. Necha bo'ladi? 4. Ya'ni tomoni 4 marta nima bo'lyapti? Kattami? Demak, hajmi 4 ni kubi, ya'ni 64 marta katta bo'ladi. Demak, nechta kubcha hosil bo'lar ekan? 64 ta. Keyingisiga qarang. Mana to'rtburchak parallel shaklli konteynerning o'lchamlari 12 metr, 3 metr va 3 metr. Shuni deyapti, 60 cm bo'lgan kub shaklidagi qutilardan eng ko'p bilan nechtasini qidirish mumkin deyapti. Bunda ham xuddi shu ish, ya'ni yoki hajmni topib turib, buni hajmiga bo'lishingiz kerak, yoki tomonlarni bo'lib, ularni ko'paytirishingiz kerak. Ya'ni qarang, eshit. Buni o'chiraman. Eshit, yaxshilab eshit, tushunmay qolma. Mana qarang. Tomoni 12 metr, bu 1200 cm. 3 metr, bu 300 cm. Yana 3 metr, bu 300 cm. Ne deyapti? Tomoni 60 cm bo'lgan, 60 60 60. Mana shu belgini ko'pchilik ko'rgan, to'g'rimi? Qutichalarga yozib qo'yadi. 60 60 60 degani hamma tomoni 60 degani. Shuni nimasini topish kerak? Nechta kubcha sig'ishini topishimiz kerak, to'g'rimi? Xo'p, qaranglar. Buni qiyiroq usulda mana buni hajmini topib, ya'ni hammasini ko'paytirib, buni ham hammasini ko'paytirib, keyin o'zaro bo'lsang, javob chiqadi. Tushunarlimi? Lekin buni osonroq yo'li mos ravishda bo'lib chiqsang ham bo'ladi. Ya'ni 1260 ga bo'lasan, 20. Ya'ni eni bo'yicha 20 ta joylashtirish mumkin. 360 ga bo'lasan, 5. Bo'yi bo'yicha 5 ta joylashtirish mumkin. Eni bo'yicha 20 ta, bo'yi bo'yicha 5 ta. Balandligi bo'yicha ham 5 qavat. 1 qavat, 2 qavat, 3 qavat, 4 qavat, 5 qavat joylashtirish mumkin. Endi hosil bo'lgan sonlarni nima qilasan? Ko'paytirasan. 500 ta qutichani nima qilish mumkin? Joylash mumkin. Aksincha sen 1200, 300, 300 ni ko'paytirsang, umumiy hisobda senda nech chiqadi? Mana
12 kere 3 36, 36 kere 3 108. 1 2 3 4 5 6 0. 108 million. To'g'rimi? Endi mana buni ko'paytirsang, 6 6 6 ni ko'paytirsang 216, 3 ta 0. 216 ming. Mana buni bo'lsang, mana qara. Ikkinchi usul, 3 ta 0 hisoblasan, 1080 ichida 216 5 ta bor. Bunda ham baribir necha chiqadi? 500 ta chiqadi. Demak, qutichalarga ajratish kerak yoki nechta quticha sig'adi? Mana shunaqa savollarda hajmlarni topib bo'lamiz. Tushuntirib oldimmi? Kattasini kichigiga bo'lamiz.